Endi mashinasi bolalar videoda oxirigacha ko'ringlar. Endi siz notarius orqali oldi-sotildi to'liq onlayn tasdiqlash mumkin bo'ladi. Siz mashina olsangiz yoki mashina sotsangiz notariusga borib yurishingiz yoki rasxod qilishingiz hojati yo'q. Yangi ma'lumotlarni xabar o'tkazib olmaslik uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'ysangiz birinchilardan bo'lib yangiliklarni ko'rib borasiz. Videoga layk bosish esdan chiqmasin. Adliya vazirligi notarial harakatlar video kafil aloqa rejimi orqali amalga oshirish tartibi to'g'risidagi nizom davlat ro'yxatidan o'tkaziladi. Nizomga ko'ra, notariuslar jismoniy yoki yuridik shaxs vakili notarial idoraga kelmagan holatda notarial harakatlarni masofadan videokonferensiya orqali rejim orqali amalga oshiradi. Bunda faqat zarurat orqali oshirishingiz mumkin. Bunda notarial harakatlari e-notarius.uz axborot portali hamda notarius almashtirilgan axborot tizimi orqali tasdiqlanadi. Notarius murojaat kelib tushgan vaqtdan boshlab bir ish kunida uni o'rganib chiqadi va hamda kamchilik mavjud yoki yo'qligi to'g'risida xabarnoma yuboradi va to'liq tizim ishga tushib qayta notarial qilishi mumkin. Sahifamizga obuna bo'lib qo'ysangiz, layk bosib, albatta bundan qiziq ma'lumotlar o'tkazmasdan kuzatib borishingiz mumkin.